Oson uslubda shunaqa planka ochilishini o'rgataman. Avvalambor libosimizni vichkalarini tikib, shunaqa ko'rinishga keltirib olamiz. Bizga bu plankamizni tikish uchun oldi orqasiga padbord, planka uchun eni 9 sm, uzunligi 20 sm bo'lgan shunaqa o'zini materialidan 2 qavat qilib kesib olamiz. Oldi qismini teskari tomoniga planka tikiladigan joyga dublin yopishtirib olishimiz kerak. Dublinimizni eni 6 sm, uzunligi 20 sm bo'lishi kerak. Shunaqa yubka, stretchovoy cho'ziladigan dublindan foydalansangiz yaxshiroq. Agarda dubliningiz bo'lmasa, yubka frizelindan ham foydalansangiz bo'ladi. Shunaqa oldi qismini o'lchab, o'rtasini topib, o'rta markazni topib olamiz. Shunaqa chiziq chizib, dublinimizni o'rtasini chiziqqa to'g'rilab qo'yib olamiz va dazmol bilan yopishtirib olamiz. O'rta chizig'imizdan o'ng tomonga 1,5 sm, chap tomonga 1,5 sm belgilab chiziq chizib, eni 3 sm bo'lgan planka joyi chizib olamiz. Yoqa qismga ham tikishda yordam bo'lishi uchun 1 sm dan chiziq chizib qo'yamiz. Plankamizni tayyor uzunligi 15 sm, 1 sm padbord tikish uchun qo'shib 16 sm belgilab chiziq chizib olamiz. Planka o'rnimizni pastki tomonidan tepaga 2 sm chiqib, shunaqa tilcha ko'rinishida chiziq chizib qo'yamiz. Shunaqa blavkalardan foydalanib, o'rta markaz chiziqni oldi tomonga ko'chirib olamiz. Plankamizni ikkita tomoniga ham, oldi orqa padbordga ham dublin yopishtirib olamiz. Plankalarimizni shunaqa teskarisiga ikkita buklab, 1 sm dan chok berib olamiz. Tikib olganimizdan keyin o'ngiga ag'darib, dazmollab olamiz. Plankamizni buklov tomonidan 3 sm endilik berib, ikkita tomonini ham shunaqa chizib qo'yamiz. Yoqamizdan 1 sm pastga tushirib, plankalarimizni ikki tomonini ham shunaqa joylab, blavka bilan qotirib olamiz. Plankamizni shu qismini tugash nuqtasini tepaga chiqazib, chizib qo'yamiz va shu nuqtadan shu nuqtagacha tikib olamiz. Blavkalarni olib tashlaymiz. Mana plankamiz shunaqa ko'rinishga kelib qoldi. Endi buni tashqari tomonga ag'darib olamiz. Shu oldindan chizib olgan chizig'imizni kesib olamiz. Tilcha qismini oxiriga 0,1 mm yetkazmay kesamiz. Plankalarimizni ag'darib olamiz. Plankalarimizni o'ng tomoni ustki tomonda turishi kerak. Plankamizni tilchasini blavka bilan qotirib, shu oraliqni tikib olamiz. Birinchi bo'lib old padbordni tikib olamiz. Shunaqa ko'rinishda qo'yib olamiz. O'chadigan ruchkada chop yuradigan chiziqlarni chizib olamiz. Shunaqa ko'rinishda tikib oldim. 0,1 mm da bostirma chok ham berib chiqdim. Endi 0,3 mm chokimizga yetkazmay kesib olib tashlayman. Orqa padbordni ham 1 sm chok haqqi berib tikib olaman. Unga ham bostirma chok berib chiqaman. Oldi padbordni shunaqa buklab, 1,5 sm chok haqqi berib tikib olamiz. Mana plankamiz, yoqalarimiz shunaqa ko'rinishga keldi. Endi dazmollab olamiz. Oldi qismini tayyor qildik. Endi yelkalarni ulab olamiz. Orqa padbordni yon qismidan shunaqa 1 sm kesib, oldi tomonga buklab, 1 sm dan chop berib tikib olamiz. Ikkinchi tomonini ham xuddi shunaqa ko'rinishda tikib olamiz. Mana libosimizni oldi plankasi, oldi orqa padbordini tikib tayyor qildik. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.